Assalomu alaykum aziz yurtdoshim, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun rost ayollar kasalliklari to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Yana ayollar, bu o'zingiz bilasiz, aynan ayollar kasalliklari juda ham ko'p. Lekin aynan bitta obunachim kommentariy yozibdiki, maslahat so'rab. Aynan mana shu maslahatni o'rtaga tashlashga qaror qildim. Ya'ni bir kishidan ko'ra ko'pchilikni fikri baribir boshqacha. Aynan mana shu savolni hozir sizlarga taqdim qilaman. Bir obunachim o'zlari oilali ayoli bilan sevilib turmush qurishibdi ekan. Bitta o'g'li bor ekan, 8 yoshda. Lekin o'zlari bitta o'g'il oilada, o'zlari ham bitta o'g'il ekan, bitta farzand. O'zini faqatgina onasi, yolg'izgina onasi bor ekan. Ayolini bo'lsa, ayolini onasi va aka-ukalari bor ekan. Lekin orada shunday holat bo'lyaptiki, bu odamni, mana shu obunachini onalari, betoblar, ularga qarashga odam kerak 70 yoshda. Nuroniy onaxon. U tomonda aynan ayolini ham onasiga qarashga odam kerak. To'g'ri, aka-ukalar bor ekan, lekin bilmadim nima uchun ular qarashmaydi. Aynan ayoli o'z onasini qarashga uyga ketarkan, bu yoqda yashamaskan. Faqatgina turmush o'rtog'ini xizmatini qilishga har zamon kelib turar ekan farzandi bilan. Boshqa vaqtda faqat o'zini onasinikida yashar ekan. Bu tomonda esa albatta bu odam onasiga ham qarashga odam kerak. Oilada yolg'iz boquvchi bo'lganligi uchun mana shu obunachim doimo ishda bo'ladi, onasiga qarashga vaqt topolmaydi. Ya'ni onasiga dori-darmonlar kerak, aynan o'shalarga ham pul zarur hisoblanadi. Lekin ayoli qaynonasiga qarash o'rniga o'z onasinikida yasharkan, agar ajrashib ketay desam, o'rtada farzandim bor, farzandimning kelajagini o'ylayapman. Men bu holatda nima qilishim kerak? Rosta bu obunachimizni umuman boshlari qotgan, ya'ni bir tomonda o'z onasi turibdi. Onasini desa, u yoqda farzandi, ayol qolib ketadi. Bir tomonda ayolini desa, bu yoqda onasi qolib ketadi. Bir yoqda bo'lsa, albatta farzandi turibdi. 3 o't orasida turibdi-da, aynan boshi qotib qolgan. Mana shu inson hozirgi vaziyatda nima qilishi kerak? Mana shunga sizlarga albatta kommentariyni ochib qo'yaman. Iltimos, shu insonga ozroq to'g'ri yo'l ko'rsatib borishimiz kerak. Shu o'rinda men ham qisqacha maslahatimni, umuman mutaxassis sifatida qisqacha maslahatimni berib o'tsam. Bilasizmi, siz oilada qirol darajasiga yetishingiz kerak-da. Umuman, siz shunday hukmron bo'lishingiz kerak. Oilani hukmronligini qo'lga olishingiz kerak. Qanday hukmronlik? Aynan oqil, dono hukmron vazifasini bajarishingiz kerak. Siz ham ayolingizni, ham onangizni ko'ngliga qarashingiz kerak. Ularni shunchalik ko'tarishingiz kerak. Bir tomondan o'zingizni, fikringizni ham, o'zingizni hukmronligingizni ham oilada ko'rsatishingiz kerak. Eng birinchi o'rinda ayolingizni psixologiyasini o'rganishingiz kerak. Siz shuncha yil yashagansiz, lekin ayolingizni hali yaxshi bilmaysiz, hali yaxshi o'rgana olmagansiz. Bilasizmi, ba'zi ayollarda shunday holat bo'ladi. Ular ba'zan ayyorlik ham qiladi. Aynan o'shani ham yodingizda tuting. Bilasizmi, umuman atrofga qaraganda juda ham ko'p bir-biri bilan sevishgan oilalar mana shunday tarqab ketishadi. Nima uchun? Eng birinchi o'rinda siz ayolingizdan voz kecha olmaysiz. Aynan o'sha narsani ayolingiz juda ham yaxshi biladi. Lekin shuni ham unutmangki, sizni ayolingiz ham sizdan kecha olmaydi. Agar sizni chin qalbidan yaxshi ko'rsa, haqiqatan ham u sizdan kecha olmaydi. Shunchaki siz kecha olmasligingizni juda ham yaxshi biladi va albatta shuning uchun o'zi xohlaganini qiladi. Ayolingiz sizga hukmronligini o'tkazmasin, siz ayolingizga, umuman oilangizga hukmronligingizni o'tkazing, ya'ni oqilona hukmdor bo'lishingiz kerak. Shunday bo'lingki, ham ayolingizni asrab-avaylab ko'ngliga qarang, ham aytganingizni qildira oling. Bilasizmi, ayollar psixologiyasi shundayki, ayolga qancha yaqinlashsang, ayol shuncha uzoqlashadi. Siz ayolni qancha ko'ngliga qarasangiz, u shunchalik o'zini erkin his qiladi. O'zini ba'zan yo'qotib ham qo'yadi. Erkak baribir o'z nomi bilan erkak. Qaysi oilada
qiz bola yaxshi tarbiya olgan bo'lsa, demak u oilada erkakni o'rni birinchi o'rinda. Qaysi oilada ayol kishi oqil, dono bo'lsa, ayni o'sha oilada erkakni o'rni birinchi o'rinda. Lekin ayol kishi, qiz bola umuman xohlaganini kiyinib, xohlaganini qilib yursa, unda u oilada erkakni o'rni yo'q degani. Siz ham o'z o'rningizni juda ham yaxshi bilishingiz kerak. Umuman oila ham bitta katta davlat. Oilani bitta katta davlat deb olsak, unda prezident aynan erkak kishi bo'lishi kerak. Oila boshlig'i faqat siz bo'lishingiz kerak. Qolganlar unga bo'ysunadi, uni xizmatini qiladi va albatta uni yuzi yerga qaramasligi uchun qo'ldan kelganini qiladi. Xuddi biz mana shu yurtimizni asrash, mana shu yurtimizda umuman yuksakka ko'tarish, sharmanda qilmaslik uchun qancha harakat qilsak, mana shu oiladagi a'zolar ham xuddi shunday harakat qilish kerak. Hozirgi vaziyatda siz urush, janjal qilib o'z o'rningizga ega bo'la olmaysiz. Faqatgina siz ham ayolingiz tutgan yo'lni, ya'ni ayyorlikni tutishingiz kerak. Eng birinchi o'rinda ayolingizni chaqirib, u bilan umuman ochiqchasiga gaplashib, urushmasdan ochiqchasiga gaplashib olishingiz kerak. Umuman ayolingizni maqsadini bilishingiz kerak. Sizga bo'ysunadimi, kelajakda yo'qmi, aynan o'shaning uchun ham. Birinchi o'rinda mana shu. Keyingi o'rinda siz aytasiz, men seni ham yaxshi ko'raman. Farzandimni ham yaxshi ko'raman. Lekin onamni sizlardan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Men u ko'zimdan ham kecha olmayman, bu ko'zimdan ham kecha olmayman. Lekin men onam uchun boshqa bir ayolga uylanmoqchiman. Agar buni xohlamasang, uyga kelib, onam xizmatini qilasan. Meni hammamiz bir oila bo'lib yashaymiz. Oilam doimo jamul-jam bo'lishini xohlayman. Agar yo'q desang, mayli, mendan ertaga xafa bo'lmaysan. Men boshqa ayolga uylanaman. Onam xohlaganidek va albatta men bilan umrimni oxirigacha yonimda bo'ladigan ayolga uylanmoqchiman deysiz. Va albatta ayolingiz keyin fikrlab boshlaydi, o'zini miyasidagi har xil mendan kechib qayoqqa ham borardi, baribir kecha olmaydi, qo'ldan hech narsa kelmaydi degan har xil bo'lmag'ir fikrlarni albatta esidan chiqaradi. Va albatta qolgan obunachilarni ham sizga beradigan maslahatlarni albatta kommentariyaga kirib o'qiysiz degan umiddaman. Keyingi o'rinda meni shaytonning irg'ochisi deb ataydiganlarga bilasizmi? Siz shaytonning irg'ochisi deb ko'cha-kuyda har xil ishlarni qilib yurgan ayollarga ayting. Va albatta ko'p oilalarni buzib, bolalarni tirik yetim qilayotgan ayrim ayollarga ayting, aynan shaytonning irg'ochisi deb. Men nimaga maslahat bergan bo'lsam, aynan ayollar salomatligiga, oila tinch bo'lishiga, oila mustahkam bo'lishiga maslahat berganman. Shunga o'xshagan yana bir opamiz yozibdilarki, mana shu erkaklarni, ya'ni ichadigan erkaklarga aslida nima kerak, ular nima uchun ichadi, ularni qaytarish yo'li, ya'ni psixologik tomonidan yondashgan videoyimda judayam ko'p, bir emas, ikki emas, judayam ko'p takror SMS yozib, sen nimalar deyapsan o'zi? Sen u itlarni bilmaysan. Iloyim, seni ham boshingga tushsin. Anondan keyin tomosha qilaman, unaqa yozmagan, SMS qolmaganda. Shunaqa alamizadaki, bilasizmi? Siz mendan alamingizni olmang yoki men mana shu haqida video chiqarganimga mendan jahlingiz chiqmasin, aslida o'zingizdan jahlingiz chiqsin. Chunki Xudoni tanigan odam hech qachon erkaklarni it deb atamaydi, tim bo'li o'zini erini. Aynan siz mana shu harakatingiz sabab eringiz shu holatda doimo davom etadi. Umrini oxirigacha qiynalishda davom etasiz. Mana shu qarg'ishlaringiz, bilasizmi, aylanib o'zingizga boradi. Yana siz o'zingiz qiynalganingiz qoladi. Agar men boshimga mana shunday tushsa ham, men Xudoga shukr qilaman. Nimaga? Chunki men qandaydir aybim bor ekanki, Xudo menga mana shunday erkakni ravo ko'rdi. Xudoni sizga berganiga, sizga ataganiga ammo Xudodan nolishingiz kerak emas. Demak, siz o'zingiz aybdorsiz. Sizni qandaydir aybingiz bor ekanki, Xudo sizga mana shunday berib, sizni sinayapti.
Bilasizmi, aynan mana shu videoni chiqarishimda eng birinchi o'rinda turmush o'rtog'im bilan maslahatlashganman. Ya'ni, "Dadajonsi, ertaga shunaqa video chiqarmoqchiman, nima deysiz? Men faqat tibbiyot tomonlama emas, hozircha psixologik tomonlama yondashib video chiqarmoqchiman" deganimda, "Qaysi tomonlarni ko'proq ko'rsatib berasan?" deb so'raganda, mana shu oiladagi muhit, mana shu asosan er-xotin o'rtasidagi janjallar sababli ko'proq ichishi haqida va qaytarish usullari haqida aytganimda, turmush o'rtog'im shunday degandiki, judayam ko'pchilik onalar keladida, o'g'lim xotini bilan judayam ko'p urushib, mana shu xotini sababli ichkilikka berilib ketdi. Avvallari kam-kam ichardi deydi. Doim xotin aybdor bo'lib kelgan bilsang. Agar hozir sen ham xotinlarni aybdor qilsang, buni ildizini hech kim topolmaydi. Sen birinchi o'rin buni ildizini aytishing kerak. Ildizi qayerda? Mana shu oiladagi tarbiyada. Aynan mana shu yig'lab kelayotgan ota-onalar, o'g'lim ko'p ichyapti, xotini sababli ichyapti deydiganlar aslida o'zlari aybdor. Ya'ni ayni o'tish davrida xuddi seni sohangda qizlarda umuman o'zing tushunasan, o'tish davri bo'lgandek, bolalarda ham o'tish davri bor. Mana shu o'tish davrida ularni band qilmagan. Ular faqat o'zlarini pul topishni o'ylagan, bola tarbiyasi esidan chiqqan. Ayni shuning uchun bola yolg'iz qolgan, mehrni ko'chadan topgan. Mana shu ildizini ham aytib o'tishing kerak deb maslahat bergan. Ayni o'zimni xo'jayinim bo'ladi. Ming qarg'aning seni ham boshingga tushsin, ering ham shunaqa bo'lib qolsin deganingiz bilan sensirab, men o'ylaymanki, erim bu haqda barcha ma'lumotlarga ega. Ko'proq erkaklar psixologiyasi haqida, ko'proq oila mustahkamligi haqida o'qing siz, ko'proq kitob o'qing. Ana o'shanda hayotga qarashingiz o'zgaradi. Yana ko'pchilikka beradigan maslahatim 6 yil bo'ldi, 5 yil bo'ldi, 5 oy bo'ldi, 2 oy, 3 oy bo'ldi homilador bo'lmaganimga. Nima qilay, maslahat bering, qancha yozdim, javob yozmayapsiz deganlarga, bilasizmi, sizlarga judayam ko'p videolar tayyorlaganman. Aynan homilador bo'lish usullari, homilador bo'lish uchun nimalar iste'mol qilish kerak, vitaminlar, qanday ko'riklardan o'tish kerakligi haqida videolar chiqarganman. Ayni o'sha videolarni ko'ring va albatta xulosa chiqarasiz degan umiddaman.